Dişimizin devamı vatandaş. Endigi mavzumunda uygunlukla qarasan hamma narsa o'zgarib ketdi. Bugunchi 2025-yil 4-oyning 6-kuni haftaga yakshanba vatandaş. Uygunluq qarasan hamma narsa o'zgarib ketdi. Mavzuli xabar 4-oyning 5-kuni Vanbetor e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Donald Trump'ning prinsipalligi intayin kuchli. 60 davlatga farqsiz tamojni beji qo'yib, tangpungliqni va tamojni bejida muvozanatni saqlab qoldi. O'xshash darajalik tamojni beji to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump mundaq 3 nuqtani ko'rsatdi. Birinchi, davlatlar qatlamidagi o'xshash darajalik tamojni beji. Ikkinchi, tovar qatlamidagi o'xshash darajalik tamojni beji. Uchinchi, g'ayri tamojni beji qo'rg'onli qatlamidagi o'xshash darajalik tamojni beji. Agar ma'lum bir davlat Amerikaning tovar eksport tovarlariga 100% tamojni beji qo'ydigan bo'lsa, Amerika o'xshashda bu davlatga 100%gacha tamojni beji qo'ydi. Bundan keyingi yana bir mavzu vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Jungoga qo'ygan tamojni bejini davomli o'stirdi. Uning sababi tuvandagi 4 turli sababdan iborat. Mavzuli xabar 4-oyning 5-kuni Buyuk Iroq tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi vatandaş. Beijing Amerikaning tamojni bejiga zarb berish uchun Amerikaga 34% tamojni beji qo'ydiganligini e'lon qilgandan keyin Citibank analizchisi bundaq ko'rsatdi. Bu bir xato javob qaytarishdir. Chunki prezident Donald Trump iz qo'g'lishib Jungoga yana 79%lik tamojni beji qo'yishi mumkin. Ko'rdingizmi? 10%, 20%, 25%, 34%, 54%. Endi Citibankning tahlilchisi, analizchisi nima dedi? Prezident Donald Trump yana davomli iz qo'g'lishib Jungoga endi 79%lik tamojni beji qo'yishi mumkin. Vah! 79%lik tamojni beji qo'yishi mumkin. Bu analizchi 4-oyning 2-kunidan burun Amerikaning Jungoga 34%lik tamojni beji qo'ydiganligini bildirgan. Demak, Jungoga 34% tamojni beji qo'ydim deyishni e'lon qilishdan avval Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump mushu analizchi allaqachon mushu son bilan 34% tamojni beji qo'ydi degan son bilan mo'ljallangan. Citibank Osiyo savdo taktikachisi Muhammad Ababxay Beijing 4-oyning 4-kuni Amerikaga zarb berish uchun 34%lik tamojni beji e'lon qilgandan keyin Ababxay yaqinda yana mo'ljallab prezident Donald Trump Jungoga qo'ygan tamojni bejini davomli yuqori ko'tarib, hozirgi 54%dan yana 20% tamojni beji qo'yib, 54% ga qo'shib yana 25% tamojni beji qo'yib, Jungoga qo'ydigan tamojni bejini 79% ga ko'tardi. Ababxay birinchi qatim 54% debdi, to'g'ri chiqibdi, mo'ljallayapti. Endi hozir ikkinchi qatim yana mo'ljallab prezident Donald Trump hamda davomli iz qo'g'lishib Jungoga 79%lik tamojni beji qo'ydi. Sabablar shundaqki, bu sabablar prezident Donald Trumpni Jungoga qo'ydigan tamoj bejini davomli o'stirishga majburlaydi. Sabab birinchi, prezident Donald Trump hukumati biron va va'da qilib
savdo raqobat maydonidagi raqobatchilar Amerikaga har qanday o'ch elish xarakterlik tamoyni beji qo'ydigan bo'lsa, undaqda bu davlatlarga qo'ydigan tamoyni bejini davomli o'stirish. Sabab birinchi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 4-oyning 2-kuni Oqsaroyning Gullik bog'chisida o'xshash darajalik tamoyni beji qo'yishni e'lon qilgandan keyin Amerika Moliya ministri Scott Bessent darhol Bilimborgning ziyoratini qabul qilib, har qaysi davlatlarga Amerikadan o'ch elishga urinmanglar deb ochiq ogohlantirish berdi. Demak, sen mendan o'ch elishga uringan bo'lsang, men tamoyni bejini qo'yib bo'ldim. Vaqtida men yana ko'paytib sana bosh qo'yishim mumkinligi imkon. Bu imkoniyatning oxiri Amerika Qo'shma Shtatlarining Moliya ministri Scott Bessent tamoyni beji e'lon qilib bo'lgandan keyin shunday ta'kidlagan edi. Prezident Donald Trump o'zi ham haqiqat media sahnasida Jungo tarafning o'ch elish xarakterli tamoyni beji qo'yganligiga javob qaytarib bunda ko'rsatdi. Jungo shaxmatni xato o'ynadi. Jungo Kompartiyasi o'yinni xato o'ynadi. Alohzodi bo'lib Amerikaga o'ch elish xarakterli tamoyni beji qo'yganligi o'ddisdan chiqolmaydigan bir ish edi. deb ko'rsatdi analizchi Abxay yana bunday ko'rsatdi. Prezident Donald Trump o'zining iqtisodiy siyosatining abadiy o'zgarmaydiganligi to'g'risida va'da. Yenivelish yo'q. Tenivelish yo'q. Kechiktirish yo'q. Ben bugün qo'ydim tamoyni bejini ata rasmiy unim beridir. Rasmiy ijro qilaman. Men bu siyosatni yeni oldiga o'g'al bo'lamasman. Mana buni tahlilchi, analizchi Citibankning analizchisi Muhammad Abxay aytib o'tdi vatandosh. Sabab ikkinchi, o'tganda faraz qilib g'alaba qilgan xalqiliq omil shuki, Prezident Donald Trumpning savdodagi qizil raqamni yo'qotishni faraz maqsad qilganligini faraz qiladiganligidir. Savdodagi qizil raqamni yo'qotishni maqsad qilganligini Prezident Trumpning faraz qiladiganligidir. Ya'ni analizchi Muhammadning faraz qiladiganligidir. Agar mushu asosda xulosa qilinadigan bo'lsa, Amerika yana bir qatam Jungoga tamoyni beji qo'yish yo'lida izlanadigan bo'lsa, navbatdagi 200 milliard 320 millionlik Jungodan import qilingan tovar mollarga tamoyni beji qo'yish asosida yana 100 milliard 74 milyon dollarlik tamoyni bejini qo'shadigan bo'lsa, bu holda Jungodan yetib keladigan tamoyni beji umumiy miqdori 300 milyard 394 milyon dollarga yetgan bo'ladi. Prezident Trump shunday tamoyni beji qo'ysa, Jungo taraf o'ch olaman desa, bu shunday bo'ladi. Lekin deydi bu san yana Jungo har yili Amerikaga eksport qiladigan 400 milyard dollarlik tovar mollarning normasidan tuban. Bu deganlik Amerika taraf yana bir cho'ng dastakka ega bo'ldi deganlikdir. Demak, bu yerda Jungo mag'lub bo'ldi, Amerika g'alaba qildi. Paketga erishdi, dastakka erishdi, Amerika g'alaba qildi. Ular mushuncha zo'r miqdorda boylig'im sab kapitalizmni elib chiqib ketdi. Ular mushuncha zo'r miqdorda boylig'imiz, ya'ni Amerika taraflayotdi juma buni. Ular deganda Jungoni ko'zlayotdi. Ular mushuncha zo'r miqdorda boylig'imiz, ya'ni sab kapitalimizni elib chiqib ketdi. Ularga, ya'ni Jungoga bizning bozorimiz kerak. Amerikaning bozori bo'lmaydigan bo'lsa, ular mavjud bo'lib tura olmaydi.
ve yaşayalmaydı. Tekrarlayma vatandaş, Amerika'nın bazırı bulmaydıgan bolsa, ula yani Cungo mevcut bulup turalmaydı ve yaşayalmaydı dep görsetti. Amerika Koşmuş Ştatları Maliye Ministeri Scott Bessent. Şu noktaya gelgende Cungo'nun iki cümle caranlık taşkil siyaseti var vatandaş. Bu taşkil siyaseti nemi değildi desin, hazırki dünyada Cungo Amerika iki devletinin diplomatik münasebeti intayı mühim münasebettir. Bu bir. İkincisi, hazırki dünyada Amerika bilen Cungo'nun soda şerikçiliki yaki soda terakkiyatı bu mu hazırki dünyada intayı mühim bir soda şeklidir. Müşkinesi bugün hazır. Scott Bessent ne dedi? Cungo Amerika'nın bazarına ihtiyacıdır. Ola Amerika'nın bazarı bulmasa, ola yani Cungo yaşayalmaydı. Demek Amerikalıklar şu noktadan tunup yetken, ya şundak diyen, Beijing'e hem şu noktadan tunup yetken. Bu yerde gep meyle bazar şeklinde olsun, meyle diplomatiye meydanında olsun, Amerika-Cungo münasebeti intayı mühim münasebet değil. Sebep şunca vatandaş. Tamoyda becedin kırıdığın kırım, Amerika'ya payda keltirdi. Analizci Abxay'ın hesaplışı boyunca, Amerika növbette ittifaklaştırığa ve başkalar koygan tamoyda becedin, umumi sonmisi 900 milyar 342 milyon dolardan eşbitidir. Demek azı 1 trilyon dolar hesabı yetip geldi degen gepetenler. Sebep dörtüncü. Tamoyda böceğinin Cungo iktisadıga elip kildiğin zerbisi intayini zor. Citibank'ın prezdirik asaslanğanda Amerika Cungo'dan import kılınğan tovarlağa 54% tamoyda böcek koyduğanlığını ilan kıldı. Bundak ilan kılış 2025 yıllık Cungo milli daramadının 2'den 4 noktasını boğup taşlaydı. Ya ki Cungo bu noktayı kolga keltiremeydi. Şunun azmatının bizden degen tok yerime. Cungo'nun yıllık daramadının yerimini boğup taşlaydı degenlik. Hazır hesapta 2'de 4 bolsa belki 20'den mi artığını. Cungo iktisadını boğup taşlaydı. Ola bu doğruda üzden degen maksidi yetemeydi. Cungo bu doğruda üzden degen maksidi yetelmeydi. İqtisadi teraqqiyatni qo'lga keltirman deganini keltirolmaydi deydi. Agar Amerika Cungo qo'ydigan tamoyishni beji 79% o'rlaydigan bo'lsa, Cungoda iqtisodiy taraqqiyot 3'te 100 nuqtaga to'llaydi. Tügedi degan gap vatandaş. 79%'nin tamoyishni beji qo'ydigan bo'lsa, Cungoda iqtisodiy taraqqiyot 3'te 100 nuqtaga to'llaydi. Demek kısat tügüldü. Ahırda Citibank ve analizci Muhammed Abxay mında ko'rsatdi. Amerika uchun aytganda eng layoqatli lahoya tamoyda beji o'yinini savrichallik bilan o'ynash. Ko'rdingizmi? Abxay davati o'diqmaslik, tamtirmaslik, aldırmaslik. Eğer besek, elbette bu hususiyet Amerika'nın hususiyeti. Elbette bu alaydilik Amerika'nın alaydiliği. Şundak bolsa mı? Muhammed Abxay bunu takiplevatıdır. Savrichallik bilen oynaş, oyunlar. Aldırıp, tinep, kilişim, imzalamaslık gerek. Şundakla Amerika taraf tamoyda becinin davamlık östürüp bu katım Amerika Cungo elişi da. Yani Amerika Cungo soda urushi meydanida Amerika taraf zor g'albalarni qo'lga keltirishi lozim deydi Citibankning tadqiqotchisi Muhammed Abxay.